Mana meshittin bir necha ati bor. Al-Bada'i' deb aytiladi, Ad-Dir' deb aytiladi, Ash-Shaykhayn deb aytiladi. Bu meshit Uhud tog'idan shamasmen bir shahrim yerida. Uhud tog'ining arasi bir shahrim shamasmen. Bu meshittin o'rnida, o'sha meshitda, o'sha yerda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz o'qigan. Bu yerda namoz o'qish sebebi Hijriy tarixining 3-yilida Uhud degan tog'ning yetagida so'g'is bo'lgan. Uhud so'g'isi deb aytiladi. Senbi kuni bo'lgan Uhud so'g'isi. Sol so'g'isga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juma kuni chiqqan edi Madina qalasidan. Uhud tog' mening Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kezindagi turgan yeri hozirgi meshitdi men arasi yaqin. 4-5 shahrim shamasida qatilasam. Hozir Madina qo'shilgan Uhud tog'i. Senbi kuni so'g'is bo'ldi. Juma kuni Uhud tog'iga qaray juma kuni chiqdi. O'sha yerda to'xtab asr namozini o'qidi. Akşam namozini, qubton namozini qo'nib tong namozini o'qigan deydi. Сөйтib qaray Uhud tog'i yoqqa borgan. So'g'is bo'lgan yerni sol yoqqa ketgan tong namozidan keyin. Bu yerda askerin tekshirgan yeri ekan. Askerlerin sahobalarni tekshirib baratın belgilab qaytatinlarni qaytargan askerlarni tekshirgan yeri ekan. O'sha yerda jan aytganday 4 namozni o'qib o'sha yerdan chiqib ketgan. Bu yer Uhud tog'i men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meshitning arasida turadi. Bu imorat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zi salmagan, ya'ni keyindan salingan meshit bu. Biroq o'sha yerda 4 namozni o'qigan deb aytiladi.